Короче, bitta kuzatuvchimiz juda xunuk shart yozib yuboribdi kommentariyaga. Hozir Jahon shu shartni menga bajartirmoqchi. Shartmi shart? Shart bajariladi. Bo'ldi. Men bajarmayman demayapman, lekin men ozgina uyalyapman bu shartni bajarishga. Shuning uchun men yonimda turasan, Jahon. Sezib turganingizdek, biz Oqtepa lavashga keldik. Lavash yesam, bitta tishlasam maylimi? Iltimos. Lekin taslim bo'lmaymiz. Xudoga shukr qilamiz. Bor yo'g'i bu yengil shamol. Assalomu alaykum. Ishxonasizlar, podpisatsiya qilib qo'yishingiz mumkin. Menga shunaqa shart berishdi, rost bo'lsa, bitta odam yoniga borib g'alati bo'ldim. Qarasam sizlar Uyatamasmi? Yoshingizni qarang, uyatamasmi? Mana opaning narsasini yeb qo'ydi. Opa to'g'risi mana. Gaplashilmagan, kelishilmagan, to'g'ri? Yo'q, kelishilmagan, gaplashilmagan. O'zim hayron qoldim. Ish ko'rganday bo'ldi o'zi. Aybini yuvish uchun o'zlari ana yeb qo'ygan lavashini to'layaptilar. Mana cho'ntagingdan to'layapsan. Men bermayman senga pul. Bular sizdan ham pul ko'payib ketdi. Bala, prichoskalar bugun boshqacha. Shart bajarildi. Bajarilganda ham a'lo darajada bajardim. Qolgan kuzatuvchilarimiz ham bizga shunaqa shartlar, qiziqarli shartlar berishsa, biz ularning kartasiga 100 ming so'mdan naqd tashlaveramiz. faqat eng zo'r bitta shartga. Hammaga emas. Kommentariyaga yozinglar. Zo'r shart yozinglar. Neobычный bo'lsin, qiziqarli bo'lsin, bomba bo'lsin. Olg'a. Jahonni qiynaymiz.